Menda birinchi bitta tizzamda og'riq boshlangan. Keyin men uni davolanmoqchi bo'lib borsam, poliartrit deyishgan, boshlanishi deyishgan. Holatim yotib qolgan bo'lganman. Necha oy yotdingiz? 1 yildan ko'proq. Tuzalmayman deb o'ylardim. Go'sht yemaslik kerak, uyda, buyda hammasini qilib ko'rdim. Birontasi ta'sir qilmagan. Foyda ko'rmaganman. Juda siqilardim men. Shunaqa menga o'xshab kasal bo'lgan inson tuzalganlar bormikin deb qidirardim. Tizzamdan suv oldirdim. U kuchli antibiotiklarni qilishdi, yiringlab qolmasin deb. Disbakterioz bo'ldi. Tizzamni suv olamiz, agar yiring aralash, qon aralash bo'lsa operatsiya bo'ladi. Demak, zardob chiqqani uchun operatsiya qilinmasdan antibiotikni kuchaytirishgan. Ayolim shifo topdi. Ming rahmat sizlarga. Men o'zim qiynalib ketardim. Ham savdoda, ham bozorga, hatto bog'imiz bor, ham boqqa, ham mollarga qarab. O'zim qiynalib ketardim. Do'stlar, mana kech bo'lganda ham Namangan viloyati Kosonsoy tumaniga keldik. To'g'rirog'i magazindan qidirib, shu yerda bemor bor ekan deb sanatoriyaga kirib ketmoqchi bo'ldik. Birinchi qidirib lokatsiya bo'yicha, lekin bilsak, biz bemor deb o'ylagan opamiz shu magazinda ham o'zlariniki, ham shu yerda sotuvda o'tirar ekan. Endi bemor desam, tilim bormaydi, chunki soppa-sog' yugurib yuribdi adam bu yoqqa. Bu yoq xo'jayini birinchi podeshkasi deymizmi, tankasidan yordam berib, tashab qo'ymasdan, chunki hamma erkak ham ayol yotib qolsa, ana nima deydi, qo'lida ko'tarib, olib yurib, olib yurmaydi, yordam bermaydi birinchi yordam. Yo ajrashib ketadi, menga nogiron xotin kerak emas deb, yoki boshqa yo'lini ko'radi. Lekin vodiyda shunaqa mard akalar ko'p ekan. Bunisiga men tan berdim. Do'stlar, mavzudan uzoqlashmaymiz. Bir og'iz opamizdan savol beraman. Mendan ko'ra bilaman sizlarga bemorimizni gapi qiziq, to'g'risi. Opa nima bo'lgandi? Nima kasal deb diagnoz qo'yishgandi? Shu haqida qisqacha gapirib bering. Sizni ham qiynayapti, chunki kech bo'ldi, ham kun ham salqin, yana kasal, nima deydi, boshqatdan shamollar bir qo'zg'ab qolmasligi uchun. Nima bo'lgandi? Nima diagnoz qo'yishdi? Menda birinchi bitta tizzamda og'riq boshlangan. Keyin men uni davolanmoqchi bo'lib borsam, poliartrit deyishgan, boshlanishi deyishgan. Poliartritni boshlanishi. Keyin moyillik bor deb davolanishgan. Keyin davolangandan keyin ikkinchi tizzamga o'tdi. O'zi ikkinchisiga o'tdi. Yana borsam artrit deyishdi. Astroxondroz, revmatizmga proba bering deyishdi, revmatizmga berdim. Reaktivniy artrit deyishdi. Koksartroz, o'sha reklamadagi anaqalarni ko'rib, xuddi menga o'xshagan anaqalarni reklama qilyaptilar deb, keyin majburman telefon qilganman sizlarga. Holatingiz qanaqa edi? Holatim yotib qolgan bo'lganman. Necha oy yotdingiz? 1 yildan ko'proq. Mana 1,5 yil yotib qoldingiz, to'g'rimi? 1,5 yil yotdingiz. Yotgan paytda xayolda nimalar o'tardi? Nima o'tardi? Tuzalmayman deb o'ylardim. Nogiron bo'lib qolib o'ylarmidingiz? Bolalarda nechta? Bitta qizim bor. Eng yomon narsa mana shu qizimni to'yini ko'ra olmasam kerak, katta bo'lganini ko'ra olmasam kerak degan yig'lashlar, yig'lagan kunlar bo'ldimi o'tirib, siqilib? Juda siqilardim men. Shunaqa menga o'xshab kasal bo'lgan inson tuzalganlar bormikin deb qidirardim. Keyin YouTube'ga kirardim. Tuzalasam, anaqa motivatsiyalar berilardi. Go'sht yemaslik kerak, uyda, buyda hammasini qilib ko'rdim. Birontasi ta'sir qilmagan, foyda ko'rmaganman. Yo'q, mana ko'pchilik aytadi, go'sht yema, non yema, immunitetini ko'tarma. Nima yesin? Suv, non yesinmi? Non, suv yeb yursa, immunitet tushib ketib, undan battar kasaldan bosh chiqmaydi. Mana bilamiz, artrit, reumatoidning artritlari iloji boricha oqsil yema, kuchli ovqat yema, immunitetni ko'tarma deydi. Lekin tanlash o'zingizga bog'liqda. Go'sht yemaysiz, oqsil yemaysiz, immunitet ko'tarmaysiz-da. Poliartrit bilan artritdan sal yengillik his qilaman deysiz-ku, lekin inson baribir yeyish kerak-ku. Yeb yurgan odam yemasa nima bo'ladi? Davleniya tushib ketib qoladi, davleniya. Davlat tushib ketdimi? Ayollarda ko'pincha nima bo'ladi? Kamqonlik ko'p uchraydi. Anemiya bo'ladi. U anemiya bo'lib yiqilganingizdan keyin nima farqi bor? Siz poliartritda yiqildingizmi? Anemiyadan yiqildingizmi? Nutvani ichi jarayonida go'shtni ham yeyapsizmi endi bemalol? Любой narsani yeyapsizmi? Yurtdoshlar, yana ta'kidlab o'taman. Bo'tga kelganimdan maqsad dorimda reklama qilish emas yoki kimdirni majburlash emas. Olishinglarga ham ana u yo'q, masalan, nima deydi? Majburiyat yo'q-da. Bu kim uchun bu roliklarim? Shu kuzatib boradigan, mehr bilan
ichib kelayotgan, mana shu necha yildan beri, 3-4 yildan beri ichib, ta'sirini ko'rib, o'zida kayfiyatini zo'r qilib yurgan mana hojona, hojda otalarimiz qanchasi duodada. Ular nima uchun tuzalyapti, bilasizmi? Chunki ixlos qilyapti. Allohdan so'rayapti. Shunchalik mana o'zingizni yaxshi his qilyapsiz-da. Mana harakatlanyapsiz, yuryapsiz, o'zingizni yengil his qildingiz. Nechinchi oylarda his qildingiz yengil bo'lganingizni? 2-oy yarmlariga keldi. O'sha yengillik sezdingiz-a? Yengillik sezdim. Yotgan paytingiz mana yengilligi, og'iriga kim yordam berardi? Turishingizga joyingizdan. Qizim, xo'jayinim uyimizda ham bir 10 kuncha yotdim. Opam, kelinimiz yordam berdimi? Ha, hamma yaqinlarim. Endi savol. Birinchi oyoqqa turganingizni kim ko'rdi? Men. Sizmi? Mana bizlar bu odamni topdik. Aytadi, mana shu odam dedi. Yo'q, Ayolingizga nima deysiz? Ayolingiz haqida gapiring, qanaqa ahvolda edi, qanchalik xursandsiz? 350 mingta inson tuzalgan bo'lsa ham, lekin men aytmayman, men davoladim deb turib. Men faqat bor yo'g'i 5% gina sababchiman. Qolganiga Alloh va birinchi o'rinda o'sha Allohim taolo sababchi qilgan turmush o'rtog'i. O'sha poddeshkasi har kuni kelib turib, yaxshimisan, yaxshi bo'lyapsan, ko'z tegmasin, zo'rsan degan gapni aytgan inson eng birinchi to'g'ri gapni gapirgan inson bo'ladi. Foyda qiladimi o'zi? Bekor, shu o'zgarmayapsan, nima qilarding? Undan ko'ra bitta yaxshi muolaja ol degan insonlar ham bo'ldimi? Bo'ldi, rosa ko'p bo'ldi. Men o'sha dorilarni ichib, ukollarni olib tizzamdan suv oldirdim. U kuchli antibiotiklarni qilishdi, yiringlab qolmasin deb. Dizbakterioz bo'ldi. O'ta kuchli anaqalarni boshimdan o'tdi. Dizbakterioz degani bilmaganlar, endi bilganlar biladi, kommentariy yozmanglar. Endi ko'pchilik meditsina o'qimagan aka-ukalarimiz ham bor, opa-singillarimiz. Dizbakterioz tinimsiz ich ketish, ya'ni ichak infeksiyasi. Yo'g'on ichakda o'sha infeksiya odam bo'shliqda ushlab tura olmaydi. Beskonichniy, ya'ni ustidan suv ichganda ich ketishni boshlaydi, sharillab, to'xtamaydi. Kerak bo'lsa o'limgacha olib qo'yadigan kasallik dizbakterioz bo'ladi. O'zi yaxshi bo'lib ketmasa, lekin uncha-munchaga inson yaxshi bo'lmaydi. Allohga shukr, mana tabiiy giyohlarimiz ko'p, foyda qilyapti. Lekin ba'zi bir insonlar o't giyohdan allergiyasi bor, icha olmaydi giyoh yoki 3 kun esa 4-chi kun qusqis kelib qoladi. Shunaqa insonlar uchun, misol. Hozir o'zingizni qanchalik yaxshi his qilyapman deb o'ylaysiz? O'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Mana ishga qaytdim, ishlab yuribman. Ko'z tegmasin. Operatsiya deyishmaganmidi? Tizzamni? Tizzamni suv olamiz, agar yiring aralash, qon aralash bo'lsa operatsiya deyilgan. Demak, zardob chiqqani uchun operatsiya qilinmasdan antibiotikni kuchaytirishga. Kuchli antibiotiklar bilan yengillashtiramiz deb harakat qilishdi. U keyin dizbakterioz qo'zg'atildi. Nima bo'lgan taqdirda ham shifokorlarimiz ham, tabiblarimiz ham boriga shukr, shunchalik birinchi yordam, birinchi maslahat qo'ldan kelguncha endi hech kim xudo emas. Kimdir meditsinadan tuzaladi, kimdir tabiatdan tuzaladi, hammani boriga shukr. Kimdir sababchi bo'ladi. Sizda dardingizga Allohim taolo meni sababchi qilgan ekan, mana kech bo'lsa ham soat mana 8 bo'ldi, ya'ni 20:00. Bugun chislo 21-mart. Ya'ni Navruz bayrami. Bizda bayram, bizda Navruz mana. Bemorlarimizda o'sha 5 soniyalik quvonchi biz uchun Navruz, biz uchun bayram. Shu insonlar xursand bo'lib, kulib, oila bag'rida o'sha davrasida quvonib, baxtli yashashib, xursand bo'lib bizni haqqimizga duo qilib qo'ysa, ana o'sha bayram. Eng muhimi, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, shunchalik shart-sharoitlar yaratilgan. Shunisiga ham rahmat. Sizlarga omad, iloyim kasal bo'lmang. Bundan keyin bundanda zo'r bo'lib yugurib yurishingizni ko'ringlar. Akamizni bir og'iz gapi bor ekan endi. Nima deymiz endi aka? Avvalambor Alloh siz aytgandek, mana sababchisiz, Xudo xolasa ayolim shifo topdi. Ming rahmat sizlarga. Men o'zim qiynalib ketardim, ham savdoda, ham bozorga, hatto bog'imiz bor, ham boqqa, ham mollarga qarab. O'zim qiynalib ketardim. Ana universalni robot ekansiz. Shunaqa bo'lib qoldim-da, orada shunaqa bo'lib qoldim. Keyin bu tepada yotadi, endi bunga qarash kerak, savdoni qilish kerak va hokazoki qiynalib ketgandim. Sizlar sababchi bo'lib, tuzalib, mana endi menga yordam berib, bemalol bitta ishimni qilib yuribmiz. Sizlarga rahmat. Bunaqa narsa. Erkak kishi kasal bo'lsa, ayol kishi eplaydi. Kiyimini yuvadi, ovqatini pishiradi.
уборка qilardi, savdoni ham qilardi. Lekin ayol kishi kasal bo'lib qolsa, erkak kishi eplolmaydi. 1 kun, 3 kun, 5 kun, 6-kun bo'ldi deb oladi. Shunaqa lekin to'g'ri aytasiz. Sabringizga qoyil 1,5 yil chidab, qo'llab-quvvatlab, oyoqqa turguncha boringizni berib, tiklab, mana yaxshi qilib olasiz. Ko'z tegmasin. Yurtdoshlar, agar sizlarga olib borayotgan suhbatlarimiz qiziq bo'lsa, shundoq bitta like, bitta podpiska bosib qo'ying, chunki sizlarda bosgan laykinglar bizga umuman aloqasi yo'q. Bu boshqa shunaqa og'ir dard bilan yotgan bemorlarga ozgina bo'lsa ham motivatsiya bo'ladi. Chunki ko'rganda, ha, to'xta, tuzalyapsiz. Demak, men ham tuzalishga haqqim bor ekan degan fikr uyg'onadi. Sababchi bo'lgan qilgan bilan baravar. Sog' bo'linglar.